Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Seni yuzi fotoyna muncha zo'r. Bunaqa kuchli dushmanlarni hech uchratmaganman-da. Shunga xursandchilikdan jinni bo'lyapman. Qiziq ekansan-u. Mana senga bir qiziq narsani ko'rsataman. Aytdi armiyasi. Qora sehr? Albatta, bu ko'rkam narsa. Endi sizlarda sanoq ustunligi yo'q. Endi bizning sonimiz akam. Xo'sh, ko'ramiz nimaga qodirligingni. Anibla studiyasi taqdim etadi. Qora chaqiruvchi. Ular xuddi barangdagi mahluqlardek. Yaqinlashmaslaridan oldin o'ldiraman. Havo zaryadi. Qiziq, bu skeletlarda kalsiy bo'larmikan? Axir ular o'lik-ku. Hazillari yemagan, zarbalari esa yanchiydigan. To'g'risi, yemadi. Qurol, qolib ketganlarni o'zing hal qil. Albatta. Qanday ajoyib. Kuchli ham yomon emas, guruhda ishlashlar ham juda ham yaxshi. Yosh bola bo'lib, yillar davomida malaka oshirgan jangchi bilan jang qotganga o'xshayman-ne. Bu seni uncha cho'chitmadi, to'g'rimi? Demak, senda sirli qurol bor. Senga yana bir narsa ko'rsataman deb umid qilyapsanmi? Sen qora joma ko'rgansan. Jangga ishqiboz ekanligi ma'lum. Jang boshlangandan beri mast holatda turibsan. Bu kasallikka o'xshagan narsa. Xursandchilikdan telba bo'lyapman. Bo'lmasam, yuzingdagi jilmayishni yirtib tashlayman. Tuman pardasini yaratdimi? Tashlan, Gerard. Uni qidiryapman. U yer tagidan yurib, birdan chiqib hujum qilmoqchi. U meni qattaligimni bildimi? Mendan qocholmaysan. Yaxshi. Uni zirhi baquvvat va yana kesuvchi talofatga 50% qarshiligi bor. Gerard unda to'g'ri kelmaydi. U avvalgisidan ko'ra ancha tezroq. Kloto! Shilliqmi? Menimcha jismoniy talofat senga hech qanday ta'sir qilmaydi. Sehr tortib olishga nima deysan? Yaramas. Endi qocholmaysan. Shuhrat ibodatxonasi. Bunaqa kuchga egaligini bilmagandim.
Har doimgidek zo'rsan, qirol. Bilaman, faqat bu uzoqqa bormaydi. Uni la'nati kuchi. Gerard, tayyorman. Dovulning qirrasi. Ko'rishimcha, uncha e'tiborli emas ekansan. G'alaba meniki bo'ladi. Unaqa emas. Sen yutqazding. Efel, Tushundim. Yashirinish ko'nikmasi shunchalik kuchlimidi? Hatto men ham sezmay qoldim. Tayyorman. Flash o'q. davom etamiz. Barakalla bolla. Afsus, Shuhrat ibodatxonasi ta'siri ketdi. Ungacha ortga qaytamiz. Sen ikkinchi odamsan, meni yaxshigina yaralagan. Menimcha bu davr osoyishtaligi meni qobiliyatlarimni zaiflashtirdi. Demak, taslim bo'lasanmi? Sen shuni kutayotdingmi? Jangdan mast bo'lib qolgan odamdan eshitish g'alati. Jang endigina boshlanadi. Jin qirg'ini. Xo'jayin. Ha, afson tugatilishini kutmaymiz. Teshik portlash. Alov Gidra, birlamchi. Agito! Ozro ulgurmadi. U nima qobiliyat ishlatyapti? Gerard, sodiqlik ko'nikmasini to'liq qo'sh. Aminmisan, u ko'p ta'sir qilmaydi. Sen bu zarbaga chidashing kerak. Xo'sh, oxirgi raundni boshlaymiz. Bor kuching bilan hujum qil. Albatta. Gerard, himoyada tur. Yer devori. Gerard, agar bu zarbaga tura olmasang, barcha guruh yakson bo'ladi. Shuning uchun 100% ga harakat qil. Sendan chala savod kapitan chiqargan malika. Baxtimizga asl reyterlar mag'lub bo'lmaydi. Demaysanlar shunchaki ahmoqsanlar. Gerard, faqat taslim bo'lma. Birgalikda urushamiz. Gapingda jon bor, asalchi. Biz axir endigina boshladik-ku. U yana hujum qilyapti. Gilamchi. Vaqtida to'xtashni bilmaysanmi? Ha, chunki yutishimga ishonaman. Shu shilimshiq jonga tegdi. Ta'zirini berib qo'y, Kloto. Qatta unga buncha la'natlangan qilichlar. Temirchi ko'rikmasini o'xshamagan aslahalari kerak bo'lar ekan. Endi tamomsan. Nurli, nayza. Flash o'q. Men mag'lubiyatga uchradim. Menga bir narsani ayt. Nimani? Sen axir zulmat hukmdorining qizini yutib tashlamoqchi emasding, a? Nima aldading? Ha, bo'lmasa sen bor kuching bilan jang qilmagan bo'larding. Gustav esa menga qizini ishonib topshirdi. Bir necha yil avval u meni Serani boquvchisi qilib tayinladi.
Sen zarbalada sehr ko'rmayapsan va juda ko'p vaqtda qilichcha o'ynatayapsan. Ko'nikmalaringga bunaqa tayinaversang, hech qachon mohir jangchi bo'la olmaysan. Ay! Men zarbalarga sehrni qanday qo'yishni bilmayman. Agar sen o'zingdan buni qila olganingda, men nimaga kerak bo'lardim? Osos o'rganib ketaveramiz. Nima bo'lganda ham biz iblismiz, ko'p yashaymiz. Ko'p yashaymiz? Men butun umrimni o'tkazamanmi? Otam, albatta har kuni kelib ketadilar. Lekin ishga ketganlarda uzoq muddat qaytib kelmaydilar. Sera, Gustav qizini dushmanlardan yashirgan edi. Sababi dushmanlar uni qizini unga qarshi foydalanishi mumkin edi. Xo'sh, qachon yeb bo'lsa, mashq qilishni davom etamiz. Xo'p. Qizchani do'stlari yo'q va u hech qachon uyi tark etmagan edi. Bu saroyi devoridan u yog'ini bilmas edi. Va keyin Gustav orqasidan qahramonlar hujum qilib kelishdi. Ko'p sanoqli armiya deyarli saroyni vayron qilishdi. O'shanda men xo'jayinim uchun jang qilib halok bo'lish to'g'ri deb qaror qilgandim. Biroq men xo'jayinim Gustav Seraga g'amxo'rlik qilishi, davom etishi buyruq berdi. Agar uni mavjudligini bilishganida edi, qizchani deb nafaqat qahramonlar, boshqa iblislar ham kelishardi. O'shanda zulmat hukmdori qiziga faqat odamga cho'ladigan muhr qo'ygan edi. Axir odamlar, iblislar va maxluqlardan ko'ra kuchsizroq. Agar Serani bironta qahramon topib olganda edi, unga hech kim ziyon yetkaza olmasdi. Gustav o'limidan so'ng uni afsona ishga tushdi. Serani uzoq o'lkalarga jo'natishdi. O'tda u uzoq, baxtli, tinch va osoyishta hayot kechira oladigan bo'lardi. Buyuk Gustav, siz faqat o'zingiz haqida o'ylaysiz. Sera bunaqada baxtli bo'ladi deb qattan bu fikrga keldingiz. Shunaqa qilib, u bu maxfiy yerto'laga kelib qoldi. Qanchalar ko'p kutdim. Qachon qahramonlar o'lib, urushlar, tumanli to'sh kabi bo'lib ketishini. Tinch davrlarni qanchalar kutdim. Sera o'shanda yangi zulmat hukmdor bo'lardi. Lekin bu narsa hech sodir bo'lmadi. Oxirida bir narsa so'ramoqchiman. Iltimos, Serani o'zingni guruhingga qo'shib ol. Nimaga ekan? Sen kuchlisan. Seni birodarlaring senga ishonadi. Hatto maxluqlar ham. Sen axir chaqiruvchisan-ku. Buni bildingmi? Hoynahoy, Sera esiga kelgan bo'lishi kerak. Muhri yech va tez orada u ko'zini ochadi. Qizcha bizani gapimizni eshityapti. U to'g'ri aytibdi. Sen meni qo'lim bo'lishni istamaysanmi? Rozi bo'lsang seni davolayman. Taklif albatta yomon emas. Lekin men har doim zulmat hukmdoriga sodiq bo'laman. Va nima bo'lganda ham endi juda kech. Iltimos, Seraga devor orti hayot qanaqa ekanligini ko'rsat. Kim? U axir zulmat hukmdori bo'lishi mumkin-ku. Ishni ham qilishga qilib qo'ydim. Xo'sh, mana eshityapsanmi? Otam, Viktor, ikkalasi ham ahmoqlar. Viktor,
Sen so'raganingda albatta bajaraman. Qora chaqiruvchi. Kelvin! Urt! Hammangiz yaxshimisizlar? Ha. Zo'rg'a bir amallab iblisni yengdi. Efel. Bu axir, bu isbot. Gildiyaga baholashga beringlar. O'tda aytishadi. Tushunarli. Hamma yaxshiligidan xursandman. Bu kim edi? Menimcha u iblis hukmiga muhrlangan bo'lsa kerak. Avvaliga yollanmachilar aynan uni ko'rishgan. Berkituvchi taqincho. Uni yordami bilan hech kim Serani shoxlari va qanotlarini ko'rmaydi. Gustavni o'zi shuni qilgan bo'lsa kerak. Qiziga bo'lgan mehri uchunmi? Bu qizcha kuchsiz holatda. Uni shaharga olib boraman. Sizlar esa bolalar, biz bu o'tni o'zimiz hal qilamiz. Seni ritsaringni ham ko'rinishi yomonga o'xshayapti. Ha, shunaqa-ro. Ana endi yaxshi. Ba'zi joylar oqishni boshlagan edi. Evolyutsiya va chaqiruvdan keyin birinchi aytgan gaping shumi? Nimani xohlaganding? Daraja ko'tarildi. Men evolyutsiya qirrasida edim. Klota ham evolyutsiyadan oldin o'zini g'alati tutgandi. Tubsizlik ritsar komandir. Tubsizlik ritsarning noyob turi bo'lib, bunaqalar S darajadagi yerto'lalarda bo'ladi. Uning xususiyatlariga bir qara. Oh, bir ajoyib. Singan qalqongina butun. To'g'ri, baquvvatroq desa ham bo'ladi. Ritsarlar qonuniga sodiqligim mukofoti uchun. Hozirgina to'kilib tushaman deb yotuvding-ku. Nima? O'zingga kelib qopsan-da, Sera. Ha. Eshit, sen aminmisan? Zulmat hukmdori Gustavni qizini qo'llikka olishga. O'zing junasan. Bilib qolsa boshingga kulfat tushadi. Menda S darajali niqoblanish bor. Hech kim seni izlanish nigohi bilan seni xususiyatlaringni ko'rmaydi. Viktorni yutganingga qoyilman. Sen o'zi kimsan? Sen axir qahramon emassan. Yo'q, bu boshqa bolalar. Men esa janglarga qarshi bo'lmagan oddiy yollanma askarman. Qarshi bo'lmagan? Nima, hammanglar birdan? Sen g'alati ekansan. Ketishga tayyormisan? Men avval hech qachon shaharda bo'lmaganman. Hatto uydan tashqariga chiqmaganman. Xavotirlanyapsanmi? Biroz. Qo'rqma. O'ta yaxshi odamlar ko'p. Ha, tezda moslashib olasan. Mayli, harakat qilib ko'raman. Bu yer Pars. Shu yerda biz yashaymiz. Bu nima narsa edi? Sabzavot va mevalar sotuvchisi. Ularda har xil mevalar ko'p. Bu esa nima? Qurol yarog' do'koni. O'tda ko'p narsalar bor. Oddiy qilichlardan sehrli hassalargacha. Ha, o'tdachi nima bor? Bironta bilan to'qnashmanmi tag'in? Bekor xavotirga tushunman. Balkim. Yoqdimi? Axir men birinchi bor tashqariga chiqdim-ku. Nimaga menga yoqmasligi mumkin? Birinchi marta shuncha har xil narsadan ko'ryapman. Bunaqa urf-odatlar bu shahar ichida hunarmandchilikni jinni bo'lsa bo'ladi. Unda nima bor? U birinchi marta dunyoga chiqdi. Efel, Serani qovoqxonaga olib bora olasanmi? Men gildiyaga hisobot olib boraman. Xo'p, bo'ladi. Buyrug'ingiz bajariladi. Kelvin, Efel. Mana u yerni ko'rmoqchiman. Kelinglar tezroq. Hozir, Sera. Pastroq gapirsang ham bo'ladi. Biz shundoq ham eshitmaymiz. Menga yosh bolada gapirma. Umuman olganda, men sendan kattaman. O'shandan keyin meni arangga ko'tarishdi. Aytishdiki, o'sha iblis A yoki undan kattaroq darajada bo'lgan ekan. U daraja ko'tarish imtihonida tekshirish uchun qo'llanardi. Keldim. Bizlarning yulduzimizga keldilar. Qaytganing bilan Kelvin, tabriklayman. Arangni olganing bilan.
ancha mani ko'tarishganini bilib qoldimi deyman. Va qovoqxonada qalb kuyi bayramini uyushtirishdi. Serani atrofida buncha odamlar bo'lganiga o'zini qanday tutishini bilmadi. Eiffel va Kler o'rtasida qandaydir g'alati musobaqa tashkillanib qoldi. Va yana u o'rni xotini ekanligini bilib oldi. Hamma mendan Sera haqida munosabatlarimizni so'rab qolishdi. Bu o'yin kulgu shunaqangi zavqli bo'ldiki, vaqt qanday tez o'tganini bilmay qoldim. Sera. Viktor, bilasanmi? Devor ortidagi dunyo ovozlari biram ko'p, biram shovqin. Lekin barbiram. Botman o'ylaganimdan ko'ra ancha qiziq ekan. Shuncha yangi narsalar. Kattakon! Butda yaxshigina ko'lmak ochilib qopti. Bobolliga yetib qo'yaman, to'g'rilashadi. Eshit, dengiz deb nomlangan joyi undan ham kattami? Kitoblarda shunaqa deb yozilgan. Hammasi to'g'ri. O'tda qatga qarama, atrof to'la suv. Zo'r-ku. Qaniydi ko'rsam. Bir kun kelib ko'rasan. Qachon o'sha kun kelsa, men Viktor soat bilan bo'laman va suzishga o'rgataman. Bo'ldi, sen va'da berding, Viktor. Sera, nima qilsan? Dengizda o'yin-kulgu qilishadi-ku. Ke, men bilan o'yna. Bas qil, Sera. Bo'ldi, unaqa qilma. Kiyimlaring ho'l bo'lib ketadi. To'g'ri, men dengizni ko'rmoqchiman. Va yana tog'lar, boshqa shaharlar va mamlakatlarni. Siz va otam menga bu imkoniyatlarni berdinglar. Endi bu hayotim maroqli va zavqli o'tkazishga so'z beraman. Hali ko'rasizlar. 5-qism. Zulmat hukmdorining qizi. Maxsus Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun Anibla Studios tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Spektra.